Do'koningizdagi eng qulay ko'ylak qaysi deb so'raganingizda men sizlarga shu o'zim kiyib olgan ko'ylakni tavsiya qilardim. Nimaga deb aytsanglar, bu ko'ylagimizning yenglari shunaqangi fanarik sifat bo'ladi. Qizijonlar yenglari kattagina, agarda qo'lingiz katta bo'lsa, bemalol shu ko'ylakdan kiysanglar bo'ladi. Kattaligini qaranglar, xilpiratib bemalol kiysanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli bo'lib turadi. Ustingizda oldi qismi juda ham chiroyli qilib, shunaqa qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Ikkita chetida cho'ntaklari bo'ladi. Udobniy qilib narsalarni sovg'atsanglar, maza qilib ketaverasizlar. Bu ko'ylagimiz umuman kirishib ketmaydi. Materiallari dubayskiy shtampli, juda ham udobnigina. Eng hadovoy rasvetkalarni olib kelib qo'yganmiz. O'zim kiyib olganim shunaqangi yashil rasvetkasi bor. Bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bardoviy rasvetkasi bor. Rosti ham chiroyli bo'lib turadi ustingizda. Orqa qismi ham shunaqangi chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan. Shunaqangi qora rasvetkasi ham bor. Ba'zi har kunlik kiyishga ko'ylak qidirayotganlarimiz uchun aynan shu ko'ylakni tavsiya qilgan bo'lardim. Yana xohlasanglar, eng trendiy rang shunaqangi jigarrang bo'ldi. O'zi bu yil trenddan qolib ketmaylar, sizlar ham qizlar. Juda ham chiroyli bo'lgan. Shunaqangi jigarrang rasvetkasi ham bor. Qorani ikkinchi fasonini men sizlarga ko'rsataman. Bu shunaqangi oldi qismi mayda chiroyli qilib Swarovski toshlar bilan bezatilgan bo'ladi va oldi uch burchak shunaqangi tumachali ham bo'ladi. Orqasida mana xishtima yo'q, o'zi bo'ladi. Rosa ham chiroyli bo'lib turadi ustingizda. Narxiga keladigan bo'lsak, 450 ming so'm, razmerlari 50 dan 64 gacha bemalol mos keladi. Hammanglarni Xadicha brend do'konimizda kutib qolamiz.